Assalamu alaykum, hurmatli kanallarimiz a'zolari va kanallarimiz kuzatuvchilari. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonlarimiz Urganch tuman Tandirchida, Faravon to'yxonaning orqa tarafida bir qavatli 170 kvadrat metr bo'lgan xonadonlarimiz bilan tanishib o'tamiz. Talab va raqam chiqarib berdik. Sizlar bu tarafimizda hovlimizni bular sotildi. Shu 6 joyda 6sidan 2si qoldi. Korobka holatidan bak, xolasangiz remont ham qilib beriladi. Remont chiqib turgan holatini ko'rsatib o'tamiz hozir. Ellarida zelyoniy zonalari bor, mashinkadan parkovishning mestalari, fasadlar travitillar qilingan, alifhallar ham qilganlar, tarnavlar ham o'rnatilgan. Ko'chasi ham asfalt qilingan, ko'rib turgansizlar. Sizlar har qayin girib chiqasizlar mashina bor odamlar uchun dim ajoyib. Ertaga bir yomg'ir yog'ganda ham har qayinchalik loy bo'ladi demisizlar. Tandirchida sizlar Faravon to'yxona orqa tarafida 170 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz podkulich holatda to'g'ri girib yashaydigan. Dokumentlar ham hurmatli obunachilar tayyor. Muammosiz odlarsa o'tadi. Suv, svet, gazlar ham bor. Gap turibdi. Ham remontdan chiqqan. Narx ham arzon narxda. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, videomizni to'liq ko'rib borishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, shunday joylarni qarab yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, videoni yuborib qo'yasizlar, biz orqali joy yasalab foydamiz degandan xursand bo'lamiz. Ketdik esa ish qismi bilan donishib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, ishlar ham yaxshisidan, oynali ajoyib zamonaviy ishlardan qo'yilgan. Bismillah deb giramiz. Girgandan ajoyib shunday bir dalansini kutib oladi. Remontdan chiqib turgan xonadonimiz, oyoqtelar tepli pol, dalanimiz, sanuzellar, oshxonalar tepli pol qilingan. Xonalar esa registrda qizlar ekan. Divorlarda aboylar ham ajoyib aboylardan foydalanganlar. Yarki aboylardan. O'ng tarafimizda esa rakovinalar qo'yilgan. Kafellari qilingan. Suv gap turibdi. Nasoz ham o'rnatganlar. Pedas nasoz ham o'rnatib qo'ydilar. Suvning napori yaxshiroq bo'lsin deb. O'zi napori ajoyib gap turibdi, lekin nasoz qo'shsangiz dim zo'r keladi. Teplipol kollektorlari bu yerda joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, chiroyli qilib beklab qo'ydilar bu yerdan. Televizor zonasi, bu yerda razvedka joylari bor. Dalandan tashqari 3 xonasini ega, zal, spalni. Birsini deski qilsangizlar, birsini kattalar uchun xona qilib qo'yasizlar. Birinchi yerdan tanishtirib boraveramiz. Bu zal qismimiz bo'ladi. Zalimizni ko'rsatmasaldi. Dalamizni bu tarafdan ko'rsatib o'tamiz yana. Paydalana asib chiroyli qilib qo'ydilar. Hurmatli vatandoshlar, patologlarimiz esa lyustralar asilgan, o'rtalarına tijoy, chetlari gips karbon bilan qoplangan. Akkuratlik qilib remont qilganlar. Xonadonimizni ko'rib turgansizlar, aboylar ham ajoyib, yarki svetdagi aboylardan foydalanganlar. Oynamiz 2 yerda. Oyna tashaganlar uzun plastik rammadan o'rnatganlar. Registrlari bor, perdelar ham asilgan. Patologlarimizni o'rtalarına tijoy, chetlari gips karbon bilan qoplangan. Ajoyib tayyor xonadon. Belə bir üstə kürsülərini qoysanızlar, çırayla deb 10 adamlıq mehman gəlində şuraya girzib sohbət edərsizlər mehmanlarını həzlə. Bu tərəfimizdə isə spalni qismi boladı, eşiklərə xaytik eşiklərdən. Yerimiz rəzmeri 3-10, yeni uzinası 4 metrə, 4-30 bu xanamız həzlə. Arqa xanası isə 4 metr rəzmeri düşür. Registrlar qoyulgan, plyumslar o'rnatilgan aynalar plastik ramlarından koridora qaragan. Patologlarimiz xonalarga natijoy qilingan. Polli, splashli natijoy. Lyustralarni asib qo'ydilarizlar. Har bir narsasini e'tibor qilishlarini so'raymiz, to'liq ko'rib borishlaringizni ham so'raymiz videomizni. Ko'p vatandoshlarimiz videomizni ko'rmay turib telefon qiladi. Hurmatli obunachilar, iltimos qilamiz, videomizni to'liq ko'ringlar. Birimiz yana sanuzel qismi bo'ladi. Oyoqtelarimiz kafel, divorlar kafel, patologlarna tijoy. Demak, joylari bor. Aristolar qo'yilgan. Rakovina, vanna, unitazlar hamma bor. Hurmatli ko'rib turganingiz. Bir de rakovina, unitazlar, vannalar, simitsitlar ham qo'yib, taq qilib qo'ydilar. Aristolar uchun bir de rozetka joylarini tashaganlar. Oyoqtelar ham tubli pol, hurmatli vatandoshlar. Bir aşxana qismimiz bo'ladi. Aşxanamız yine farklar qilingan, ajratilishi uchun qora kafel urganlar. Kanalizatsiya suv uchun toshchalar, zamonaviy duv konteyner nastiynlar otopligini qo'yilgan, reduktorlari bor, sterilizatorlar ham qo'yilgan, patologlar esa natija bo'lgan. Yani ko'rib turganingizdek chiroyli qilib perdelar ham asib qo'ydilar. Ham bog' taraf ham katta qolgan. Hurmatli vatandoshlar, shu vajdan ham e'tibor qiling, ko'p joylarimizda bog' qismi yo'q. Birimiz esa yine spalni
Razmeri 3.10 eni, uzunluğu 4 metr razmerdə. Bir də registrlər qoyulan aynalar plastik ramlarından, pərdələrlə maskoytlar bir də lüstralar natijəyə qılınğan. Hörmətli vətəndaşlar, havlucayımızın lokasiyasını aytıb ötsək, Tandırçıda Fəravan Toyxananın arka tərəfində 1 kvadratlı 170 kvadrat metr boyun xanadamız bilan danışıb ötdük. Hal-hazırda birimiz zilyonli zonası bağ tərəfi, bağçaların belən tərtib örülgən. Belənə uğurgəklər taxlab bələdələr. Narxı 340 milyon som aytılıb durdu. Hörmətli vətəndaşlar, 340 milyon som gəlişlərdən yeri bax. Halasanız gəlib korobka halatını alıb özlərinizdən remont qılsanız da boladı. Arzan naqtayı havlucaylarımız yine. 6'sından 2'si kaldı. Gəlib üstündə gəlişib alışlarınız mümkün. Bir də su, svet, qaz, transportlardan muamması yox. Hörmətli vətəndaşlar, narxı 340 milyon som, gəlişlərdən yeri bağ təkrarlab ötəmiz 340 milyon som. Bunun narxda havlucayla kəmdən kəm çıxadı. Qızıqqalla olsa bir mal telefon qılarsa, gəlib üstündə gəlişib, sodalaşıb alarsa. Kanallarımıza abunə olub, like basıb, qollab, quvvatlab, qoyuş hesdən çıxmasın. Həmmə sağlıq, salamətlik dilimiz. Keyingi roliklərdə görüşüncə xeyirlə qalımız.